Men butun O'zbekistonda mashhur bo'lgan svarchik nomera deyman. Mana bu esa yaqinda svarchiklar ichida musobaqa o'tkazgan Weldmert.uz Instagram kanali. Mana bu обращение ham Weldmert.uz Instagram kanaliga. Keyingi safar musobaqa qilmoqchi bo'lsanglar, endi qilmaganinglar yaxshi, chunki eplolmas ekansizlar. TikTokda ijod qilib yurgan paytlarimda birinchi ijodimni TikTokda boshlaganman. Bu aka bilan, bu aka ham TikTokda bo'lardi, TikTokda ijod qilardi. Gaplashganman. Aslida bu aka bunaqa emas, ya'ni ko'rinishidan cho'rtkesar, kibrliga o'xshaydi, lekin bunaqa emas. Men prямой efirda gaplashib ko'rganman. O'z ishini, ya'ni o'z hunarini mediada yaxshiroq tanitish uchun obraz o'ylab topgan. Shu obraz o'zi o'ylab topgan obraz. Lekin bunaqangi qo'pol inson emas aslida. Endi bilasizlar-ku, har bitta insonda o'zini yo'nalishi bo'ladi. Bu yo'nalishni yomon deb hisoblamayman. Nimaga men bu videoga reaksiya qilyapman? Odatda Reels ko'rib o'tirsam, menga